Assalomu alaykum va rahmatulloh barakatuh. Aziz obunachilarim, vatandoshlarim, dindoshlarim, sog'misizlar, salomatmisizlar? Yangi kunlarni boshlab oldilaringizmi? Alloh bugungi kunimizni xayrli, barakotli qilsin va qo'shni davlatlarda meni videolarimni ko'rayotgan qardoshlar, salomatmisizlar, tinchmisizlar? Alloh barchalaringizga kuch-quvvat bersin. Boshlagan har bir yaxshi ishlaringizni Alloh bardavomli qilsin. Hamisha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Menga kommentariyada fikr bildirayotganlar barchalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Hamisha salomat bo'linglar. Assalomu alaykum yozganlar barchalaringizga va alaykum assalom. Bugungi videomiz bo'ladi, murojaatimiz bo'ladi. Ba'zi bir insonlar haqida. Bu video murojaatim Saida Mirziyoyevaga bo'ladi. Hurmatli Saida Mirziyoyeva, hozir O'zbekistonda juda ham yaxshi ishlarni olib boryapsiz. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Boshlagan har bir yaxshi ishlaringizni Alloh bardavomli qilsin. Bu sizga video murojaatim, iltimosim ham bo'ladi. O'zbekiston fuqarosi. Hozirgi paytda O'zbekiston bog'chalarida juda ko'payyapti, video chiqyapti. Kundan kun tarbiyachi ayollar, singillarimiz bolalarni urayotgani, so'kayotgani juda ham ko'p bo'lib boryapti. Shuning uchun sizga murojaat qildim. Bu Xudo xolasa bu videoyim ham sizga yetib boradi degan umid qilaman. Chunki boshqa odamga video murojaat qilish to'g'ri bo'lmayapti. Hozir Saida Mirziyoyeva ishingiz ustida juda ham yaxshi ishlayapsiz. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Mana shu bog'chalarda ham nazoratingizga olsangiz. Bog'chada urayotgan tarbiyachilar shunchaki ishdan olinmasdan jazolanishini xohlardim. Qilayotgan ishi uchun, bu bolachalarni urayotgani uchun jazo qo'llashlaringizni so'rardim. Ikkinchi murojaatim bo'ladi. Hozirgi shoumenlar chiqyapti. Xalqimizni juda ham g'azabini qo'zg'ayotgan, asabiylashtirayotgan juda ko'p vatandoshlarimiz buni ko'rib asabiylashib boryapti. Va g'azabi nihoyatda ko'tarilyapti vatandoshlarimizda, dindoshlarimizda. Qo'shiqchilar, ba'zi bir qo'shiqchilar shoumen qilishyapti, yalang'och chiqib, o'zi to'g'ri, balkim to'g'ri yo'nalishda gapirayotgandir qo'shig'ini, o'zi tormi, bu tormi, bu tormi deb. Lekin boshqa yo'nalishda bu videoni chiqishyapti, cho'rni PR qilishyapti. Butun vatandoshlarimiz ularga so'kib, har bir inson o'z fikrini bildiryapti. Juda ko'pi Ozodbek Nazarbekovga murojaat qilyapti. Qarasangiz bo'lmaydimi vazirlik deb. Men Ozodbek Nazarbekovga murojaatim yo'q hech qanday. Chunki baribir befoyda bu insonga aytilgandan. Agar foyda bo'lganda shuncha odamni bittasini eshitardi. O'shaning uchun shu videoyim yetib boradi degan umid qilaman. O'shaning uchun men sizga murojaat bilan chiqayotgandim. Saida Mirziyoyeva, Alloh sizdan rozi bo'lsin. Yana bir bor boshlagan har bir yaxshi ishlaringizni Alloh bardavomli qilsin. Mana shu shoumenlarni o'z nazoratingizga olasiz degan umid qilaman. Bularga ham tartib qo'yasiz degan umid qilaman va bog'chadagilarga ham nazoratingizga olasiz degan umid qilaman. Va yurtboshimiz, prezidentimiz olib borayotgan siyosatlardan Alloh rozi bo'lsin. Xalqimiz xursand, prezidentimiz sog' bo'ling, hamisha salomat bo'ling. Alloh sizga kuch-quvvat bersin. Boshlayotgan har bir yaxshi ishlaringizni Alloh bardavomli qilsin. Kimdir hozir menga negativ yozishi mumkin. Sen prezidentga paxta qo'yyapsan. Yo'q, paxta qo'yish bas bu. Chunki juda ko'p blogerlarda gapirib chiqayotgan gapini Ozodbek Nazarbekov hech qachon qilmaydi, eshitmaydi ham hattoki. O'shaning uchun men Saida Mirziyoyevaga chiqdim.
Chunki hozirgi paytda Saida Mirziyoyeva juda ham yaxshi olib boryapti. O'ylaymanki, shu videolarimni obunachilarim tarqatishga yordam berasizlar deb o'ylayman. Shu videoyim yetib boradi va tez kunlarda bog'chalarda va shoumen artistlarni Saida Mirziyoyeva o'z nazoratiga oladi degan umid qilaman. Barchalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Obunachilarim, hamisha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Alloh barchalaringizga kuch-quvvat bersin. Hammalaringizni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum.